Bizdan ijarani juda ko'p so'rashadi. Ijara uchun idealni kvartirachani sizlarga men ko'rsatmasam, kim ko'rsatadi? Elektrичествоdan salgina zapor qilishgan ekan, mayli, e'tibor bermaymiz, buni to'g'rilab qo'yishadi. Kvartiramiz общий hisobda o'rtoqlar 3 xonali. Arenda uchun idealni variant. Bu tomon qarshi choyxona, bu tomon kola magazindan kelishga qarshi choyxona oldidagi yangi domni 3-etajda joylashgan. Kvartiramizda hamma sharoit bor. Bemalol inosranslar ham xohlasanglar, mehmonlar. Xo'p, sanoqchilarni ko'rsatib ketaylik, akkuratligini, chiroyligini, shinamgina kvartiracha. Kvartiracha deb bo'lmaydimi? Kvartira normal, katta. Xo'p, remontlari ham juda zo'r qilingan ekan. Plus tomoni ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa ham spalni ko'p ekan, отдельно o'zlaringizga moslashtirib, to'g'rilab yashasanglar bo'ladigan joyidan. Bu birinchi spalnimiz. Mana bu yerda ikkinchi spalnimiz, lekin arenda yashash uchun idealni uy. Bu ikkinchi spalnimiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi mana примерно hisob-kitobim bo'yicha adashmasam shu 400 dan atrofida bo'lsa kerak. Bu o'zi zal bo'lgan. Buni ham mana bu yerdan agar при желании ochiq qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bu uchta отдельно odam uchun qilib qo'yilgan. Kimga bu kvartiramiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol egalarining nomini qoldiramiz, kelib ko'rib ijaraga olsanglar bo'ladigan kvartiramiz.